Mana. 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 Qoldik o'shalmagan tilaklarimiz ushalsin. Kichkina tog'a. Aytib ber. Sobir tog'ani ham jiyanimiz ham tog'amiz. Borimizga Bugun 40 yosh yubileyi munosabati bilan o'tiribmiz. Bu yigitning umri uzoq bo'lsin, baxti saodatli bo'lsin, farzandlarining baxtiga, Xudo xolasa oila a'zolarini, qarindoshlarini, bizdek tog'alarini baxtiga boshi omon bo'lsin. Aytganingiz siz. Bu yigitimizning topgani oltinga teng bo'lsin, farzandlarining rohatini ko'rsin. To'ydan bosh chiqmasin. Xudo xolasa bu yigitni bugun ertangi kun sanagacha 12:00 bo'lami? 12:00 sanagacha tilakni biz buyuramiz. Boshiniz osmondan bo'lsin. Toshdan qattiq bo'ling. Temir po'latdan qattiq bo'ling. Shuning uchun shu tog'larni quchog'ida yuribman-da. Toshdan qattiq bo'lgan Katta tog'larda qulon kiyik ovlagan. Yo'l o'tkinchi kampirdan doim farzand tilagan. Yoshi 90da bo'lgan doim xotin so'ragan. Meni desang jon bobo shovlatdan bo'laman. Kemadimi eliga, qo'shilmadimi iniga. Qanday tushungan hayvoni, oldida ayvoni. Qayerda qolding Sobirjon? Javob bergan. Tagida mingan. 5,5 jon hayvoni. Katta tog'am qani. Uni ko'rsatmang. Oldik. Katta tog'am. Islam bobo. Bor.